bu 16 ta ekan sharti. Talabi. Nima uchun bu foydali, nima uchun buni taqdim qilsa bo'ladigan darajada. Eng asosiy bu ekologik toza mahsulot. Bunga sun'iy qo'shilmagan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun menga sizning mahsulotlaringiz ma'qul bo'ldi. Shu tarafdan ma'qul. Chunki mana biz dori qabul qilamiz, dori olyapmiz. Siz tibbiyot xodimisiz. Bir tarafdan odamga foyda beryapti, bir tarafdan odamga zarar beryapti-da. Lekin buni mahsuloti toza, ekologik sof, keyin bu tiklanuvchan. Menga shunisi yoqdi. Asta-asta bu o'zi tiklab beradi. Shu jihatdan menga ma'qul bo'ldi. Endi umid qilamanki, mana Azizaxon Keldiyeva nomidan chiqqan. Men umid qilaman, o'sha Samarqandni filiali respublikada birinchi o'rin olsa. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Haligi nimasi kengaysa, haligi o'quvchilari, obunachilari kengaysa, eng asosiy mahsulot iste'molchilari kengaysa, prezidentimiz aytgandek, jamiyatimizda sog'lom insonlar ko'paysin. Bizning maqsadimiz shu. Biz shu yo'ldan ketamiz. Boshqa yo'limiz yo'q. Katta rahmat, sog' bo'ling. Ko'rdingizmi? Ana shunday targ'ibot qilsa, bu ham o'sha nimaga to'g'ri keladi-da. Hukumat siyosatiga ham to'g'ri keladi. Haligi bu faoliyatga to'g'ri keladi. Halol sertifikatli